Xalqimizning asrlar davomida shakllangan milliy madaniy merosini keng namoyish etish va uni kelajak avlodga yetkazishga xizmat qiluvchi an'anaviy festivaldir. Shuningdek, u xalqaro miqyosda madaniyatlararo almashinuv, do'stlik aloqalarini mustahkamlashda ham katta ahamiyatga ega. Surxon vohasining So'lim Boysun tumanida Boysun bahori 13-xalqaro folklor festivali milliy qadriyatlarimizga hamohang ravishda keng ko'lamda o'tkazilmoqda. Bu yilgi festivalning 10 kun davom etayotgani ham so'zimiz isboti bo'la oladi. Festival doirasida 1-7 may kunlari madaniy tadbirlar bilan bir qatorda milliy hunarmandchilik mahsulotlari ko'rgazmalariga ham keng o'rin berilgan. Bu ko'rgazmalarda mahalliy usta va hunarmandlar faol ishtirok etmoqda. Do'ppadozlik, kashtachilik, zardozlik kabi yo'nalishlarda tayyorlangan buyumlar tashrif buyuruvchilarga taqdim etilgan. Hunarmandlar o'zlari tayyorlagan mahsulotlarni namoyishlarga chiqarish bilan birga milliy qadriyatlarimiz haqida ham mehmonlarga ma'lumot berishyapti. So'lim Boysun tumanida o'tayotgan Boysun bahori xalqaro folklor festivali yanada qizg'in tus olyapti. Ayniqsa festival doirasida milliy hunarmandchilik namunalari namoyishlariga keng o'rin berilganligi barchaning e'tiborini tortmoqda. Mana bu men qo'limda ushlab turgan sumkani mahalliy hunarmandimiz tayyorlaganlar. Albatta, bugungi kunda milliylik va zamonaviylik hamohang holda tayyorlanayotgan mahsulotlarga talab juda ham yuqori. Shu sababli o'zbek milliy hunarmandchiligi namunalari bilan xorijlik va mahalliy mehmonlarga tanishtirish maqsadida mana shunaqa ko'rgazmalarda namoyish etilyapti. Hozir men Boysun tumanida 15 yildan buyon hunarmandchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan Feruza opani suhbatga tortmoqchiman. Feruza opa, faoliyatingiz haqida so'zlab bersangiz. Bu ishlar bilan meni o'zim bir 15 yildan oshdi. Oilaviy korxonamiz bor. 6-avlod vakiliman. Yanada bu milliylikni rivojlantirishga qo'shyapmiz. Ustoz shogird qilganman. 5 nafar meni o'zimda shogirdlarim bor. Feruza opa, endi festivalga ham mana shu o'zingiz qo'l mehnati bilan tayyorlangan mahsulotlaringizni olib chiqqan ekansiz. Talab qanday bo'lyapti? Xorijliklar, mehmonlarimiz qiziqishyaptimi? Juda mana sumkalarimizga juda qiziqishadi. Sumkalarimizni mana bu sumkalar qadimgi sumkalarimizda mana shu qadimgi narsalarimizni hozir yangidan qilib chiqarib, xorijiy mehmonlarimizni qiziqtiryapmiz. Men bir oddiy hunarmand sifatida shu narsalarimni xalqaro festivallarga chiqarganimdan juda xursandman. Xorijiy mehmonlar ham ushbu ko'rgazmalarga qiziqish bildirmoqda. Ular mahsulotlarning qanday yaratilishi, ishlatilayotgan xomashyo, milliy naqsh va bezaklarning ma'nosi haqida savollar berib, bevosita muloqotga kirishmoqda. Bu esa hunarmandchilik ko'rgazmalarini oddiy tomosha emas, balki madaniy almashinuv maydoniga aylantirmoqda. Меня зовут Антон Сизов. Biz Qozog'istondan havo sharlarini uchirish uchun kelganmiz. Havo sharlari parvozini tashkil etishda ishtirok etdik. Parvozlarimizdan so'ng esa sizlarning ajoyib milliy namoyishlaringizni, festival muhitini ko'rish uchun sayr qilishga qaror qildik va nihoyat bunga muvaffaq bo'ldik. Bu yerdagi milliy mahsulotlar bizning e'tiborimizni juda tortdi. Ularning qo'l mehnati bilan ishlangani yaqqol seziladi. Sifatli, tabiiy materiallardan tayyorlangan, qo'lga ham juda yoqimli. Umuman olganda bizga hammasi juda yoqdi. Festival ham, muhit ham, odamlar ham. Bu yerda juda samimiy, yorqin kayfiyat seziladi. Biz haqiqatdan ham festivaldan katta taassurot oldik. Juda mamnunmiz. Men havo shari bilan osmon uzra ko'rgan bu hududning go'zalligi hayratlanarli darajada betakror. Uni qush uchadigan balandlikdan tomosha qilish barchaga katta zavq bag'ishladi. Haqiqatdan ham ochiq aytaman, men bunday go'zal joylarda birinchi marta uchdim. Men Rossiyada ham, Armanistonda ham, Qozog'istonda ham parvoz qilganman, lekin bu manzil meni butunlay hayratda qoldirdi. Bu joy yuragimda abadiy qoladi. Rahmat. И останется в моем сердце навсегда. Boysun. Festival hududida tikilgan o'tovlar ham alohida e'tibor tortadi. Sababi o'tov xalqimizning tarixiy turmush tarzi va an'analarini aks ettiruvchi muhim madaniy unsurlardan biridir. Ko'chmanchi xalqlarning asosiy turar joylari bo'lgan. Qadimdan ota-bobolarimiz ham mana shunday gumbaz shaklidagi o'tovlarda yashab kelishgan. Bugungi kunda ham u o'zbek madaniyatining timsoli sifatida namoyon bo'lyapti va xalqaro festivalda o'tovlar barcha qo'rg'onlarda tiklanib qad rostlaganining guvohi bo'lyapmiz. O'tovlarning qanday tayyorlanishiga keladigan bo'lsak, dastlab yog'ochlar ustun holida keltirilib, undan so'ng kigizlar yordamida u qoplangan va
gumbaz shakliga keltirilganidan so'ng siz ko'rib turganingizdek mana shunday milliy so'zanalarimiz, kashtachilik namunalarimiz bilan chiroyli tarzda bezatilib, bugungi kunda ham ahamiyatini yo'qotmay kelyapti. Hozir bu haqida Nuroniy momajonimizdan so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana shu o'tovlarning, demak, qadim o'tmishdan sado berib turishini baribir yoshlardan ko'ra ko'proq Nuroniy onajonlarimiz, momajonlarimiz bilishadi. O'tovlarimiz endi qadimdan ota-bobolarimizdan qolgan uylar hisoblanadi. O'tovning foydasi juda katta. Issiq vaqtlarda salqin saqlaydi, sovuqda esa issiq saqlaydi. Chunki uni atrofida o'ralgan o'zini chigizlari bor, o'shalar yordam bilan issiq saqlaydi. Buning ichida o'sgan farzandlar, nevara-chevaralarimiz sog'lom, bardavom bo'ladi. Festival boshlanganidan buyon tashrif buyuruvchilar oqimi kun sayin ortib bormoqda. Har kuni 70 ming nafar mahalliy va xorijiy mehmonlar festival hududiga kelib, tadbirlarda ishtirok etmoqda. Ularning aksariyati hunarmandchilik ko'rgazmalari, folklor chiqishlari va milliy muhit bilan yaqindan tanishishga intilmoqda. Har bir qo'rg'onda milliy ohanglar yangrayotganining guvohi bo'lyapmiz. Mana shu festivalni o'tkazishda har safar yangicha yondashuvga asoslanilyapti. Ya'ni bu safar mana shunaqa ayvonli, qadimiy an'analarimizga asoslangan holda chiroyli uylarni dekoratsiyalari tayyorlangan ekan. Bu ham albatta tashrif buyuruvchilarda katta qiziqish uyg'otyapti. Mana shunaqa yog'och eshiklari bilan paxsa devorlardan yasalgan uylardan chiqib biz festivalning eng qaynoq lahzasi tomon oshiqamiz. Aynan bu yil bilamizki, har bir hududlar uchun ajratilgan qo'rg'onlarda milliy kuy-qo'shiqlarimiz yangrayapti. Folklor jamoalari va milliy hunarmandlarimiz qolaversa, barcha mana shu festivalda faol ishtirok etishga harakat qilyapti va guvohi bo'layotganingizdek, har bir qo'rg'on bugun yuz ko'zda quvonch bo'lgan, qalblarida shukronalik bo'lgan yurtdoshlarimiz, mahalliy mehmonlarimiz bilan to'lib toshmoqda. Bu yilgi Boysun bahori xalqaro folklor festivali juda ham ko'tarinki ruhda yuqori saviyada tashkil qilinibdi. Festival boshlangandan buyon deyarli har kuni biz ham oilaviy ham jamoaviy xodimlar bilan birga aylanib yuribmiz. Shu yerda ayniqsa diqqatimni tortgan tomoni shunda bo'ldiki, havo sharlariga chiqib, Boysunni yuqoridan tomosha qilib, tabiatdan bahramand bo'ldik. Darhaqiqat Boysunimizning tabiati o'zgacha bir chiroyli, husnkorligi bilan ajralib turadi. Mana bugun Boysun bahoriga keldik. Biz juda ham chiroyli, hamma tomon odamning kayfiyati ko'tarilib ketadi. Milliy qadriyatlarimizga asoslangan mana shunday tadbirlarda ko'proq bo'lib turishi xalqimiz uchun juda ham yaxshi deb o'ylayman. Festival maydoni bo'ylab kezar ekanmiz. Rostdan ham bu yil chinakam milliylik atmosferasini beradigan muhitning guvohi bo'lyapmiz. Albatta, bu yilgi dekoratsiyalar ham o'zgacha. Hozir men Senat tadbirkorlik va pedagogika instituti matbuot rahbari Sharofdin akani ko'rib qoldim. Sharofdin aka, rahmat. festivaldan qanaqa taassurotlar olyapsiz? Taassurotlar juda ham ulug'. Har 2 yilda Boysun bahori o'tadigan bo'lsa, o'tgan 2 yil mobaynida juda o'zgarishlar katta bo'libdi. Xalqimizda ham hozir ko'rib e'tibor berib turibman, kayfiyati boshqacha. Hozir bir qanaqadir tartib, gullarni ko'rib bag'rdilingiz ochiladi. Har bir tumanning o'ziga xos brendi yaratilibdi. Masalan, hozir ko'rdim Sherobodda anor, Sarasiyoda Sangardak sharsharasi, Denovda masalan Qo'rg'on, shu kabi o'zini brendini yaratibdi bular. Men bundan juda xursandman. Boysun bahorida chet ellik mehmonlarning ham ko'payganiga guvohi bo'ldim. Viloyatimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalari navbat bilan o'zlarini qo'rg'onida o'zlarining chiqishlarini qilyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, juda chiroyli milliy kiyimlarda, milliy qo'shiqlarda davom etyapti. Festivalning shakllanishi va rivojlanish bosqichlariga e'tibor qaratsak, uning bugungi darajaga yetib kelishi izchil jarayon ekanini ko'rish mumkin. Festival o'tkazilish tarixiga ham e'tibor qaratmoqchimiz. 2002-yil may oyida O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston xalq ijrochilarining ilk ochiq xalqaro folklor festivali o'tkazilgan. Festival qisqa fursatlarda nafaqat yurtimizda, balki xorijda ham katta qiziqish uyg'otgan. 2005-yilga kelib esa afsuski ba'zi bir sabablarga ko'ra u to'xtab qolgan edi. 2017-yildan boshlab yana qayta tiklangan. 2022-yildan e'tiboran har 2 yilda bir marotaba o'tkazilishi belgilangan. Barchamizga ma'lumki, ilgari
mana shu festival Boysun tumanidagi Padang kengliklarida o'tkazilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib, ya'ni 2024-yildan boshlab esa biz hozir turgan Boysun tumanidagi Bibishirin mahallasida joylashgan Boysun bahori turizm majmuasida yangi bunyod etilgan betakror maskanda ushbu festival ko'tarinki ruhda yuqori saviyada tashkil etilib o'tkazib kelinmoqda. Ilk tashkil etilgan vaqtdan boshlab milliy merosimiz keng targ'ib etilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib u xalqaro madaniy muloqot, tajriba almashish va turizmni rivojlantirishga xizmat qilayotgan muhim platformaga aylangan. Yil sayin festivalda ishtirok etayotgan xorijiy jamoalar soni ortib borayotgani, mehmonlar oqimining ko'payayotgani uning jahon hamjamiyati e'tiboridagi o'rnini mustahkamlab bormoqda. Boysun bahori orqali Boysun nafaqat o'zining tarixiy, madaniy qiyofasini, balki zamonaviy turistik imkoniyatlarini ham namoyon etmoqda. Eng muhimi, mazkur festival hududning o'ziga xos milliy an'analari, hunarmandchilik san'ati, xalq og'zaki ijodi va turmush tarzini keng targ'ib qilishda yetakchi rol o'ynamoqda. Bir so'z bilan aytganda, Boysun bahori xalqaro folklor festivali tobora o'z nufuzini oshirib, hududning turizm salohiyatini kengaytirishga xizmat qilayotgan va yurtimizning xalqaro miqyosda tanilishiga sezilarli hissa qo'shayotgan muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.